To'g'risi mana Alloh guvoh. Меня чисто красиво подставили. Hozir hamma ko'rsatmalarda har xil yolg'on gaplar gapirilyapti. Mana aybi bo'lmasa nimaga menga telefon qilib o'g'lim yolg'on ko'rsatma berishga majbur qiladi? Ularni GOVDga chaqirib, menga qarshi ariza yozishga chaqirishyapti. Yaxshilik qilishdan boshlandi hammasi. Qancha tuhmatlarga qoldik. 200 ming AQSh dollarini o'sha o'g'lim o'zi yeb ichib yormagan-ku, o'sha Ibrohim degan bolada-ku. Agar o'sha boshida Sanjar bizani tushunib, bizani taraffuzi bo'lganlarida hammasi boshqacha bo'lardi. Toshkent shahar jinoyat ishlari bo'yicha Mirzo Ulug'bek tuman sudida Sanjar Karimovga oid navbatdagi sud ishi bugun ko'riladi. O'tgan galgi sud ishida Real Sanjik, ya'ni Sanjar Karimov olingan uyni Alimbayevalarga qaytarib berish haqida ma'lum qilgandi. Suddan video tasvir olish taqiqlangani sabab boshlangunga qadar jarayon suratga olindi. Sanjar Karimovning bugungi navbatdagi sudda dastlabki masala bu Sanjar Karimovning uyida bo'lgan tintuv va u yerda kimlar qatnashgani va u yerda topilgan moddalarning tarkibi bo'yicha asosiy ish va so'roq o'tkazildi. Undan keyingi masala bu Shohrux Rismatovning onasi va Sanjar Karimov o'rtasidagi muloqotlar, ya'ni bu yerda qo'rqitishlar yoki shu kabi boshqa vositalar bo'lganmi, yo'qmi, aynan mana shu bo'yicha ham muhokama ketdi. Undan keyingi navbat esa aynan Alimbayevlarga uyni qaytarish bo'yicha bo'ldi. Sudya, ya'ni bu yerda Alimbayevlarga uyni aynan Alimbayeva nomiga o'tkazish bo'yicha ajrim chiqardi. Dastlab Alimbayevlar nomiga uyni o'tkazish masalasi ko'rildi. Barcha tomonlar roziligi bilan uy oldi sotisiga qo'yilgan taqiq olinib, faqatgina Alimbayeva nomiga o'tkazishga ruxsat berildi. Bugungi sud protsess jarayonida, demak, sud joyida ajrim qildi. Bugun qisman iltimosnomamiz qanoatlantirildi. Iltimosnomamiz shundan iborat ediki, Sanjar Karimov tomonidan yetkazilgan zarar to'liq qoplanishi maqsadida ushbu yuqorida ko'rsatilgan uyni, demak, taqiqdan yechish hamda Alimbayevalar nomiga qayta rasmiylashtirish uchun, aynan Alimbayeva nomiga qayta rasmiylashtirish uchun qisman qanoatlantirildi iltimosnomamiz va bugun xudo xolisa endi rasmiylashtirish ishlari amalga oshiriladi. ketyapsizlarmi? Hozir notariusga ketyapmiz rasmiylashtirish maqsadida. Nihoyat shu kun bo'ldi, shu kunga yetdik, Allohga shukr. Hammanglar bilasizlar, 1 yil 9 oydan beri qanaqa ishlar bo'lib ketdi bizda. Nimadan boshlandi? Yaxshilik qilishdan boshlandi hammasi. Yaxshilik qilib yordam bermoqchi edik. Nima bilan hammasi keyin o'zingizlar hammasidan xabardorsizlar. Qancha tuhmatlarga qoldik. Shuncha aytishdi, mana qora paketda pul berildi notariusda deyildi. Lekin notarius o'zi ko'rdinglar, 5 minutda hammasini etib ketdi. Hech qanaqa qora paket yo'q edi, hech qanaqa pul berilmadi. Keyin o'tdi, yigitlar ham tasdiqlashdi uyda berilganligini, nech pulligini ham bilmaymiz. Uning ichida 2 ta mashina bor edi. BMW ulardan ham xabardorsizlar. Har bitta mashinaning narxini aytishdi. Bugun Allohga shukr shu kunga yetdik. Mana ana aytilinadi, haqiqat baribir ham yuzaga chiqadi, xudo xolisa. Rahmat sizlarga. Men o'zi hammaga katta rahmat demoqchiman. Bizani shu qiyinchilik paytimizda qo'llab-quvvatlab, mana shu hammasi shaffof o'tgani uchun men suddan juda ham minnatdorman. Chunki o'zingizlar ham bildinglar, har bitta mелочь, endi o'zbek tilida detal, har bitta o'sha detalga e'tibor berilib, hamma sinchkovlik bilan hammasi rostdan ham qilindi, o'rganildi. O'sha rasmlar ham, o'sha feykoviy rasmlarni ham qarab chiqishdi, toza rasm chiqmadi. Chunki na bizani rasmimiz yo'q, na qizimning rasmi yo'q. Audiolarni ham eshitdinglar, qancha bizga tuhmatlar qilindi. Men просто shokdaman. Nahotki odamlar shunchalikcha darajaga yetishi mumkin deb, biz o'zi uysiz qolib, shuncha qiynalib yurgan paytimizda yana bizga aytishadi-yu, dabivat qiladi-yu, shu holatga tushib qoldik deb buni men bilaman. Men oilam biladi, Allohga shukr, lekin Xudo bizga kuch berdi, quvvat berdi. Endi shu kunga yetganimiz uchun shukr. Mana shu jarayonda sizningcha kim aybdor deb o'ylaysiz? O'sha Rismatov Shahzodmi yoki Sanjar Karimovmi? Endi men bu savolga javob bera olmayman hozir. Qaranglar, men o'zi bilasizlar o'qituvchiman. Men yuragim juda yumshoq odamman-da. Kimdir ko'chada kimdir xafa qilsa, mashinamni to'xtatib chopaman-da o'shatga. Shunaqa odamman. Birovni bolasini xafa qilishsa, jonimni berib yuboraman. O'shaning uchun men aytmoqchimanki, men uchun bu holat juda achinarli holat. Bittasi mana 9 yilga qamalib ketdi. Bittasi mana panjara ostida turibdi. Agar o'sha boshida Sanjar bizani tushunib, bizani taraffuzi bo'lganlarida
hammasi boshqacha bo'lardi. Afsuski shu kunga yetdi. Mayli yaxshilik bilan tugadi-yu, Xudoga shukr. Navbatdagi masala Shohrux Rismatovning onasi F. Rahmatullayevaning da'vosi yuzasidan bo'ldi. Unda Sanjar Karimov va Rahmatullayevaning yozib olingan audio yozuvi qisman eshittirildi. Unda gaplarni aytganini Karimov ham tasdiqladi, ammo yozuvlar podstava qilish uchun kesib ulanganini aytib o'tdi. Ammo lekin men bugungi kunda judayam hayronman. Shu aynan Feruza Rahmatullayevani ko'rsatmasidan mana hozir ommaviy axborotda tarqalib ketgan audio zapis ham hamma biladiki, ko'p odamning fikri shunaqaki, bu xuddi sud hukmi chiqqandan oldin deb. O'sha audio zapisni butunlay to'la eshitsa ham o'sha yerda bilinadiki, Shahzod Rismatov o'sha srok oldi. То есть bu audio zapis mazkur shunaqa izoh beramanki, bu hukm chiqib bo'lgandan keyin audio zapis va menga Rahmatullayeva tomonidan shunaqa ma'lumot yetib borganki, ularni GOVDga chaqirib, menga qarshi ariza yozishga chaqirishyapti. Uni o'zi aytib turibdi. Shuning uchun men o'ziga ham aytganmanki, siz o'zingiz bormang. Sizga men advokat yo'llantirib beraman. Chunki sizga bosim ustida ariza yozadi. Mana shu haqorat qilgan so'zlarimni ustidan. Oxiri nima bo'ldi? Shunaqa bo'ldi. Rahmatullayevani qo'rqitgan bo'lsangiz, nima yana u bilan gaplashyapsiz? Rahmatullayeva men bilan agar qo'rqitgan bo'lsam, haqorat qilgan bo'lsam, nima sababdan u men bilan yana o'g'li srok qo'ygandan keyin yana gaplashyapti, iltimos qilyaptiki, meni chaqirishyapti. Ariza ustingdan yozganini debdi. Uyushtirilgan deb o'ylaysizmi bu narsani? Albatta. Mana izoh aytdim-ku. Mana men hammaga bir narsani aytaman. To'g'risi mana Alloh guvoh. Meni чисто красиво подставили. Meni подставили. Afsus. Ya'ni siz birinchi marta ugroza qilganingizdan keyin ham yaxshi munosabat davom etgan, demak. Albatta, chunki aytdim-ku, uzr so'raganman u qilgan haqoratimga. Undan keyin mana suhbatam bo'lgan. Feruza Rahmatullayeva esa Karimovni yolg'on gapirishda ayblamoqda. Mana hozir Sanjar Karimov aytdi, o'sha ugroza qilganimdan keyin uzr so'raganman va undan keyin yana yaxshi munosabatda bo'lib, ya'ni o'sha kelishuv munosabatida bo'lib gaplashganmiz dedi. Xo'p, siz bu holatni qanaqa izohlaysiz? Bu holatda bu hozir hamma ko'rsatmalarda har xil yolg'on gaplar gapirilyapti. Chunki audio zapislar oxirigacha eshittirilmadi. Shuning uchun bu audio zapislar eshittirilganda yana ma'lum bo'ladi. Bu haligacha ugroza hali qamalgunicha, даже qamalib ketib o'sha yerda kirib o'tirgan taqdirda ham advokatlari kirib Toshturmaga o'g'limga ugroza qilishib, ko'rsatmani o'zgartirishini, ko'rsatmasini o'zgartirmasa, narkotikka ham o'g'limni sherik qilishini, yana haligi hisob qo'shib berishini, yana boshqatdan qayta sudlanishini o'g'limga shunaqa tahdidlar qilib o'g'limni haligacha qo'rqitib kelgan. Mana bularni hozir bu o'zi tan olmayapti. Buni o'sha yana bir marta aytaman, iltimos qilaman, buni sheriklari borligini, bizani shu qancha narsamizni sottirib, yo'q qilib, bu yerda yolg'on ko'rsatma berayotganini, masalan, mana aybi bo'lmasa nimaga menga telefon qilib o'g'limni yolg'on ko'rsatma berishga majbur qiladi? O'g'lim birinchi ko'rsatmasida hammasini to'g'risini aytgan. To'g'risini aytganda tergovchilar bilan o'ziga kelishib olib, advokatlar bilan kelishib olib, o'g'limga yolg'on ko'rsatma bersa, men uyni qaytarib beraman. Meni obro'sizlantirishmaylar. Meni obro'yim to'kilmasin. Meni shuncha odam taniydi. Meni pulim ko'p. Men uyni qaytarib beraman. Sizni hamma anaqalaringizda jabrlanuvchilaringiz meni o'rtoqlarim. O'shalarning arizasini qaytarib oladi. Suddan o'g'lingiz chiqib ketadi deb va'da bergani uchun men ham o'shanda indamadim. Nega o'shanda va'da bajarmadi deb o'ylaysiz? Qanaqasiga? Endi mana bu g'irt yolg'onchi ekanda. Hammani aldab kelganda. Lekin mana siz ugrozadan keyin ham siz o'zingiz munosabatni davom ettirgan ekansiz-ku. Nima uchun o'sha birinchi ugrozadan keyin bo'ldi, taqataq bu odam bilan munosabatni to'xtatmadingiz? Mana birinchi ugrozadan keyin men uni SMBga, prokuraturaga, Mirzo Ulug'bek prokuraturasiga 14 ta joyga taqdim qilganman disklar bilan birga. Qarang, o'shanda hozir aytilyapti, mana advokatlar aytib, bo'lib qilingan dedi. Siz mana shu to'lig'ida ham, u boshqa zapis. Bu boshqa, hozir sudda eshitilgan zapis boshqa zapis. Undan keyingi zapislar. U birinchi men taqdim qilingani, men o'sha Aziz Toshpo'latovga chiqqanman, vazirlikka chiqqanman, 3 marta Farhod Hasanovga chiqqanman, hamma yoqqa chiqqanman. Lekin bu audio zapisimni yo'q tashlashyapti. Xo'p, shundan keyin nimaga yana yaxshi munosabatda bo'lib yoniga bordingiz? Men yoniga bormaganman. Men yoniga bormaganman. Telefonda ham gaplashmaganman. Bu faqat meni telefon qilib chaqiravergan. Bu zapislarda hali hammasini oxirigacha eshitganda ko'rasizlar. Men hech qachon buni oldiga bormaganman. Даже telefon qilmaganman. Через advokatim chiqishgan. Sanjar Karimov bilan kelishib oling. Kelishib olsangiz ishingiz yaxshi bitadi deb ular menga hozir mana shu joyda Sanjar Karimov o'g'lingiz Rismatovga 270 ming AQSh dollari bergan bo'lyapti-da. O'sha narsani siz o'zingiz amalon qilasizmi? Qarzdorlikni qanday undiriladi deb hozir qanaqa qilib 270 ming dollar deyapti?
sud jarayonida aniq bo'ldi-yu. 240 ming tilxat yozdirgan. Aslida 200 ming bergan. O'sha bergan pulini o'zini atrofidagi Ibrohim degan do'stlariga o'zini ahraniki bilan olib borib bergan. O'g'lim firibgar bo'lganda, u pulni olib Dubayga qochib ketarmidi? Shu 200 ming AQSh dollari hozir qayerda, nimaga qaytarilmayapti shu haqida? U o'sha Ibrohim degan bolaga o'sha ish ochilmayapti. Bu tergovda shularni Sanjar Karimov qolgan do'stlari, o'zi bilan birga bo'lgan, hamma ishtirok etgan odamlarni jalb qilinganda bu oydinlik kiritilardi. Demak, sizningcha o'rtada o'sha zanjirni o'zib turgan, ya'ni boshqa odamlar bor. Boshqa odamlar bor. O'sha Almaz bor, o'sha Dubayda o'tirgan Maqsud bor, Ibrohim bor. Bular hammasi bitta gruppa bo'lib, o'g'lim ustidan ariza yozdirib, qamatib yuborsak, qutulamiz bundan, buni bo'ynida qolib ketadi degan. Yana bitta avtozapisda ham bor. Baribir ham o'g'ling qamaladi, 9 yil baribir ham oladi. Shuning uchun men uyi ham bo'yniga olsin. Men zato seni o'g'lingni 3 yilda olib chiqib olaman degan zapislar ham bor. Bu narsalar ham mana sizga ham taqdim etganman. Menimcha o'sha zapislarni ham keyingi nimada o'zligi sudyalar alohida eshitaman deyishdi. Buni hammasi do'stlarini hammasini jalb qilinsa, bu ishga qaytadan ko'rilsa, bunga oydinlik kiritiladi. Yo'qmasam hamma narsa mana shunaqa yopiqlikcha qolib ketaveradi. Sizni asosiy da'voyingiz shunda hozir Sanjar Karimov sizga ugroza va o'sha do'q-po'pisa qilgani uchun jazolanishimi yo yana boshqa anaqa o'sha xohishlaringiz ham da'volaringiz ham bormi? Mani da'volarim bor, chunki bu boshqatdan o'sha nimada notariusda bermagan pulini berdim deb hammani aldab keldi, mana sudda o'zingizlar eshitdinglar. Yolg'on ko'rsatmalar bo'ldi. Nimaga? Chunki bu sheriklari. Mana qaytarib berilgan. Sheriklari bor. Bundan boshqa ish. Shu sheriklarini ham jalb qilib, meni sotilgan ikkita uyim, qolgan mashinalarni qanaqa aldov yo'li bilan olingani, Dubayda o'g'limni ushlab o'tirgan, buni o'sha tanimayman deyotgan nimalarni jalb qilishligini so'rayman. O'g'lingiz ushlab o'tirmadim deb ko'rsatma berdi-yu. O'g'lim ushlab o'tirmadim deb ko'rsatma berdi, chunki meni o'g'lim aytdiki, ishonchimga kirib, yaxshilik bilan mani hujjatimni olib qo'yishdi bular. O'g'limni pasportini olib qo'yib, 1 oy pasportini qo'liga berishmagan. Cho'zilyapti, senga dokument qilamiz deb, anaqa yo'li bilan, ishonch yo'li bilan qilgan. Bu menga telefon qilib ugrozasida o'g'lingni Dubayda o'sha o'tiribman, mana yaxshilikcha deb telefonda u ko'rsatgan. Bu menga bunaqa degan, конечно, o'g'limga o'ta yaxshi gapirib, boshqa o'rtoqlar boshqa yo'li bilan boshqa uylarimizni olishga harakat qilib shunga erishishdi xullas. Tushunarli. Bu ayblovlar o'z xulosasini topganda ham shu 200 ming AQSh dollarini qaytarish haqida nima deysiz? 200 ming AQSh dollarini o'sha o'g'lim o'zi yeb ichib yormagan-ku, o'sha Ibrohim degan bolada-ku. O'sha Ibrohim degan bola kelib, hozir men qarziga berib ketdi o'g'lingiz deyapti. Lekin undan oldin 25 ming dollardan, 20 ming dollardan berib yurgan-ku. U pul aslida Maqsud Saparvayev degan bolaga bular orada mashina sotishgan. U bola shu Ibrohimga ham, o'g'limga ham pul bera olmagan. Shu pul bera olmagani uchun, u buni hech narsasi bo'lmagan nomida, propiskasi bo'lmagan u bolani. Bu onaqa bitta o'g'il, buni uchastkalari ko'p, mashinalari ko'p, bundan olamiz deb bular sxema qilishgan. Mana bularni hammasini oydinlashtirish uchun buni qayta tergovga qaytarib, buni shu hamma o'sha yerda bizga yozgan jabrlanuvchilar bilan qaytadan tergov qilsa, o'sha narsaga oydinlik kiritiladi. Suddagi yana bir masala Sanjar Karimovning uyidan topilgan moddalar yuzasidan bo'ldi. Sudda guvoh sifatida narkotik moddalarning og'irligini o'lchab, tergov hujjatlariga xulosa bergan ekspert so'roq qilindi. Aytilishicha, Sanjikning uyidan 3 holatda qog'ozga o'ralgan narkotik borligi aytilgan. Advokatlar sudda ba'zi moddalar tabak bilan aralash bo'lganini, ammo ularning og'irligi umumiy o'lchanib sud hujjatlariga kiritilganini bildirdi. Sanjar Karimov bunga quyidagicha munosabat berdi. Narkotik moddalarning topilishi bo'yicha hozir aytilyapti, o'sha qaysidir odamlar ishtirok etgan, qaysidir masalalar qaysilari yo'q, mana shu bo'yicha. Endi ikki og'iz so'z. Bu topilgan narkotik moddalar bitta xonadonga sanksiya olinyapti-da, 4 tasiga kirib ketilyapti. Bitta xonadonga sanksiya olib. Yana-ku mayli, uni kirishdan oldin eshikni buzib, umuman boshqa xonadonga kirib ketilyapti. Endi sanksiyani ham kechiktirib bo'lmaydigan sanksiyani ham mana 158-JPKda yozib qo'yilgan tintuv qoidalari. Kimikida, qayerda? To есть kimikida, qayerda sanksiyasiga asosan bitta xonadonga kirish bo'lsa, granitsa sanksiya degan narsa bo'lishi kerak. Tergov jarayonida, umuman tintuv jarayonida noqonuniy harakatlar bor deb hali ham hisoblaysizmi mana shu haqda? Unga sud baho beradi. Bizda faqat fakt ustanavlik qildik. Shuning uchun Oliy sud plenum qarorida aytadiki, sud hukmi sud majlisida aniqlangan, bayonnomaga kiritilgan va barcha qarama-qarshiliklar bartaraf etilganidan keyin sud maslahatxonada baho beradi. Hozir men sud baho bermasdan turib, hukm chiqarmasdan turib, bu yerda noqonuniy bo'lgan, qonuniy bo'lgan deb utrijat qilolmayman. Bizning fikrimiz shu ish holatidagi bo'lgan barcha kamchiliklarni, bizning nazdimizdagi bo'lgan kamchiliklarni stolga qo'yib berish. Lekin to'xtam bera olmaymiz. To'xtamni sud beradi.
Tushuntira oldimmi? Shu men o'sha ommaviy axborot vositalari sifatida sizlardan ham iltimos qilamanki, haligi aytadi-yu, oldindan bir narsa qilib xulosa qilib qo'ysalaring, ertaga boshqacha bo'lib qolsa, o'zlaring uyalib qolasizlar. Shuning uchun aytmoqchimanki, ozgina kutib turaylik. Men ham misol uchun intervyu berishim mumkin, boshqa gap gapirishim mumkin, lekin nima degan taqdirimda ham sud majlisida bo'layotgan narsalarning barchasiga o'zingizlar guvoh bo'lib turibsizlar. To'g'rimi? Biza o'sha himoyamiz ostidagi shaxsni manfaatida uni huquqini himoya qilish bilan barobarida ish hujjatlarini taftish qilib, ish hujjatlarida aniqlangan kamchiliklarni sudga taqdim etyapmiz. O'sha kamchiliklarni sud hammasini bayonnomaga kirityapti. O'sha qarshi-qarshiliklar, boshqa narsalar qonun bo'yicha aytadiki, sud maslahatxonada ichki tuyg'uga asoslanib, qonun qoidaga asoslanib turib, taxminga emas, qonunga asoslanib turib, rishayni qabul qiladi deb qo'yibdi. Shuning uchun ko'p ketib qoldi. Xudo xolasa qonuniy asosli adolatli qaror qabul qiladi degan umidimiz bor.